Assalomu alaykum Stro bazamiz aziz obunachilari. Bugun biz Stro bazadagi o'z mahsulotlarimizni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, Assalomu yaxshimisiz? alaykum aka. Charchamasdan. Sizlar bo'lyaptimi aka? Rahmat aka. Aka, o'zingizlarda bor mahsulotlarni o'z obunachilarimizga tanishtirib o'tsangiz juda ham qiziq bo'layapti. Stro baza nomeraning hammadan birinchi o'rinda vodiyda yagona bo'lib turgan qurilish mahsulotlari hozir men sizga baza bo'ladi. ofisimizga olib kiraman, showroomimizga. Showroom ham qildinglar. Showroom qilib qo'yganmiz. Obunachilarimiz qiynalmasligi uchun, bemalol o'ziga yoqqan mahsulot tanlab ketish uchun bu yoqda ardonda katta partiyada turibdi mahsulotlarimiz. Baza, Penaplex, Steplex mahsulotlarini bozorda yo'q. Bunaqa katta partiyada bozordan topa olmaysizlar va arzon narxlarda umuman topa olmaysizlar. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bu ichkarisi sklad bo'ladi, ichki tarafi. Bu yerda ham bir-biridan ko'p mahsulotlari bor. Va hozir showroomga kirib keldik. Kirib oldik. Birinchi bo'lib, bu yoqda aboylardan boshlasak aka. Aboylardan boshlaymiz aka. Xo'p. Bizda faqat samakilikali aboylar aka. Rasvetkalarni ham ko'rsatib beramiz aka. Ko'rishinglar mumkin. Rasvetkalarni bir qator obunachilarimizga ko'rsatib qo'ysangiz, 10 xilga yaqin rasvetkalari bor. Bular samakilishi bo'ladi aka. Mana qo'lingizda o'zingiz bir qator ushlab ko'rsatib qo'ysangiz, Qo'limda 200 akalar o'ta ham qattiq. Xo'p, bularni razmerlari va narxlariga keladigan bo'lsak, razmerlari 1 metr, endi 5 metri 1 rulonni 5 kvadrat. Narxi 1 metr kvadrati 40 ming so'm, 5 metr kvadrati 250 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm bo'ladi. Mana shu 200 ming so'm ekan akalar, ko'rishinglar mumkin. 10 ga yaqin rasvetkalari bor ekan. Bu yerda hamma bilgan yana shu gladka bo'larimiz. Bular ham hammasi samakilashi. Bu ham samakilashi. Rasvetkalarni bir qator ko'rsatib qo'ysak, men ungacha razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 95 sm. Eni bu yog'iga 20 metr, bitta rulon 19 kvadrat bo'ladi. Bularni metri 38 ming so'mdan. Hop, ruloniga keladigan bo'lsa 760 ming so'm aka. 760 ming so'mga 20 kvadrat bu uylarga olib ketyapsiz. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bu yoqda rasvetkalarni ko'rsatib qo'yasiz aka. Mana shunday miramirli ranglari ham bor. Pushti ranglari yashil, seri oq ranglari bor ekan. Mana sintefonlarni hamma bilgan. Sintefon mahsulotlarimiz izolyatsiya uchun. Hop, buni bizning omborda 2li, 3li va 5li razmerlari bor. Razmerlarni hammamiz bilsak kerak, 1 metr bo'ladi balandligi, rulonda 50 metr, 50 kvadrat bo'ladi. Ruloni 9 dollar, 2lisi. Hop, 3lisi 13 dollar, 5lisi 17 dollar. Metrga oladigan bo'lsa akalarimiz, demak o'lchab kesib beramiz aka. Sotuvchi akalarimiz bo'lsa, katta partiyada oladigan bo'lsa, narxlarni kelishtirib beramiz. Bu yerda qurilish uchun mayda-chuyda mahsulotlar ko'rishinglar mumkin. Showroomiga o'sha hamma narsani olib kelib, do'kon bilan bir xil qilyapti. Xudo xolasa kelgan odam ishi mana shu yerdan bitib ketadi, bozorga tushib yurmaydi ekan. Любой narsa bor ekan. Bu yerda samaralizlar ham bor ekan. Bu yerda mana molotok ko'rishinglar mumkin. Qurilishga ketadigan barcha mahsulotlar. Optoqda misol yoz fasli kirib kelyapti. Biz hozir bahordamiz. Yoz faslida uyni remont qilmoqchi bo'lgan akalar bozorga tushib qiynalib yurmaysizlar. Salqingina kelib o'zingizlarni xaridlarni amalga oshirib ketaverasizlar bemalol. Bu aytish esdan chiqibdi, yangi qalam deyishadi, qalamchalik. Ya'ni sintefondan deyarli 5-10 baravarga qalin. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. 5 sm bu. Bu gilantaga solib foydalansak bo'ladi-a? Gilamni tagiga, tepaga haligi nima deydi? Shiperni ustida, shiperni tagidan, tunikafonni tagidan qilsa bo'ladi. Ancha issiq ushlaydi. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bu yerda yana o'zimiz bilgan bazalt mahsulotlari. Steplex mahsulotlari, undan keyin Penaplex mahsulotlari bor. Va bu yerda yana PVH bundan oldingi videolarimizda chiqargan PVH mahsulotlarimiz. Hamma bilgan mat mahsulotlari. Bu yerda dekorlar, mana dekor mahsulotlarni kam reklama qilamiz, lekin ko'rishinglar mumkin. Narxlarni aytib ketadigan bo'lsa aka, 29 ming so'mdan donasi. Donasi 29 ming. Donasi 29 ming so'm. Donasi 29 ming so'm. Atigi 29 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin. Bir-biridan ajoyib skromli ranglar bor ekan mana.
50 xildan oshiq rasvetkasi bor aka. Bemalol o'zi didiga yoqqanini tanlab ketaveradi akalarimiz. Masalan, bunaqa do'kon menimcha vodiy bo'yicha bo'lmasa kerak umuman. O'zbekiston bo'yicha bilmadim-u, lekin vodiy bo'yicha ana yo'q. Endi bu yerda ichak aboylarimiz aka. Janjal ham bo'ladi, xillarini samakilaykali bo'ladi aka. terilib yotibdi. Qo'lingiz bilan ushlab ko'rsatib qo'ysak. Bu ham samakilayshi mana. Samakilayshi. Shular juda ham mana. Qo'lim yopishib qolaveradi. Ularning ichaklaridagi 50 xildan oshiq rasvetkalari ikki xili bor aka bizda. Bularning mana shunday besfalyaliklari bor, falyaliklari bor. Narxi besfalyaliklari 45 ming so'm, falyaliklari 50 ming so'm aka. Ko'rishinglar mumkin bo'lmaslar. Bir-biridan Bu yerda ajoyib. PVX mahsulotlarimiz, PVX mahsulotlariga ketadigan taroqlarimiz ham bor ekan. taroqlarimiz ham bor hali. Hozir ko'pchilik bu narsa trend bo'ldi 2025-yilda. Hali Hamma uyga qildiryapti. asosan bu TV zonaga qilishyapti akalarimiz. Aka buni TV zonaga qilsa, bu yerda chekkasiga ikki tarag'ani qo'ysa, juda ham chiroyli turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda PVC mahsulotlar, bu yerda yana PVX Keyin mahsulotlar. akalarimiz uchun qo'yib qo'yganmiz, hali ichankida choki bilinib qolmaydi degan akalarimiz uchun mana shunday choki bilinmaydi aka. Bu 3 tasini yopishtirganmiz. Ko'rishinglar mumkin bu narsalar. Hech qanday choki bilinmaydi. Choki umuman bilinmayapti mana. Mana. Bu yerda stiklovata mahsulotlarimiz bizda 12, 15, 18 falya va 5 falyalilarni topishimiz mumkin. Bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib narxlarni surishtirib bilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda mat mahsulotlarimiz akalarimiz ham bilsa kerak qayerga ishlatishdi. Gilamni o'rniga yoki gilamni tayinlab qo'ysak ham bo'ladi. Orqangizdagi lampochkami aka? Lampochkalarimizni xillari bor aka. Bu mahsulotni ham dilestaligini olgansizlar, katta partiyada qilib beraverasizlar bemalol. Bemalol aka mana Elite kompaniyasini LED chiroqlar aka bular. Bir o'zi orqasiga ham yozib qo'ygan 5 barobar adashmasam tejaydi. Ko'rishinglar mumkin. Uyimiz anchagina. Keyin bu yoqda aka mana shunday oynali, samakilayka oynalarimiz aka bular. Yangilik 2025 uchun. Ko'rishinglar mumkin. Orqasi samakilayshi bo'ladi-ku. Orqasi bularniki ham hammasi samakilayshi bo'ladi. Undan keyin rasvetkalari hozircha shular 6 xil rangi bor. Xohlasa endi ko'paytiramiz. Bularni narxlariga keladigan bo'lsak, razmerlari 30 ga 30 bo'ladi bir donasi. Bu uyda mehmonxonada bitta burchagi, ya'ni polni qoplash uchun emas bu. Bitta burchagi dekorativ qilish uchun ishlatyapti akalarimiz. Bularni bir donasi 30 ga 30 va narxi 55 ming so'm aka. 55 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin. Aziz onalar. Bozorda yo'q mahsulotlar shu yerda bor ekan mana. Bu yerda har xil lampochkalar, parket. Hop, bu yerda endi bambukli aboyimiz deb nom tarqatgan aboyimiz. Juda ham chiroyli bo'lar ekan. Aka bu PVX mahsulotga ham o'xshab ketar ekan-a? PVX mahsulotning samakilaykali varianti. Bular ham mana aka. Samakilayka bo'ladi. Qo'lingiz bir qator ushlab ko'rsatib qo'yasiz aka. Shundan obunachilar mana. Qattiq. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Kelay anchagina qattiq ekan. Buni ham o'ziga yarasha ranglari bor. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Abdulaziz akamizga rahmat aytib qolamiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol xarid qilishinglar mumkin. Vodiydagi yagona bo'lib turgan eng optim bazalardan biri bo'lyapti bu yer. Keyin yangiligimizni ham aytib o'tib ketsak aka. Bizda halol muddatli to'lov ham bor. Boshlang'ich to'lov 0%, bitta plastik karta va pasport orqali 3 oydan 24 oygacha halol muddatli to'lovga boshlang'ich to'lovsiz. Boshlang'ich to'lovsiz. Ko'rishinglar. 3 oygacha va 0% aka. 3 oygacha 0% bo'lgan xaridlarni amalga oshirsalar bo'laveradi. Xohlasanglar naqdga shu ko'rib turgan hamma mahsulotlarni xarid qilsalar bo'laveradi. Hech qanday muammo bo'lmaydi, xohlasa. Kelinglar kutib qolamiz.